Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Achucho kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Demak, bundan oldingi videoda albatta siz Silverstone kompaniyasining Sochi Pro 2 LNA radar detektorini qanday proshivka qilish, ya'ni dasturiy ta'minotini yangilash bo'yicha videoni ko'rgan bo'lsangiz, endi bu videoga o'tgan bo'lsangiz, juda ham xursandman va aynan siz kerakli videoni topdingiz. Agarda siz hali dasturiy ta'minotini qanday yangilanishini bilmasdan bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi sizga dasturiy ta'minotni yangilashni va albatta keyinchalik sozlamalarni ko'rib chiqishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Demak, gapni ko'p cho'zmayman. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni aytib o'tganimdek, agar istasangiz bizni donatlar bilan qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Ha, aytgancha, radar detektor kerak bo'ladigan bo'lsa ham bemalol bizga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Demak, boshladik. Xo'p, aziz do'stlar, endi sizlarga sozlamalarni bir boshdan to'g'rilab ko'rsatib beraman. Demak, birinchi navbatda dasturiy ta'minot yangilaganingizdan so'ng sozlamalarga 3 marta kiramiz. U sozlamalar 3 bo'limdan iborat: RD, ya'ni radar qismi bo'yicha, GPS qismi bo'yicha va albatta mana ovozimni pasaytirdim. Ovoz pasayib ketibdi. Uchinchisi esa umumiy sozlamalar. Zavod sozlamalarini hal qilib bitta o'z holiga qaytarib olamiz. Xo'p, endi biz sizlarga yaxshi o'rganish uchun o'zbek tilida o'rgataman mana. Mana tilni. Sozlamalar tilini o'zbekcha bo'ldi. Endi bir yo'la ovozni ham o'zbekchaga o'tkazib qo'yamiz azizlar. Endi qarang, bu yoqda tushuntirib o'taman. K diapazoni bu hamma radarlarning o'zagi, lekin hozir O'zbekistonda K diapazon kerak emas, sababi hamma radarlarni ushbu radar detektor o'zini signaturasiga qo'shgan. Shuning uchun K diapazon doimo o'chiq turishi kerak, ortiqcha signal bermaydi. Xo'p, qarang, bu yoqda tushuntiraman. SCAT, Cardon, Cardon Pro Atom, Chris, Lochen, Hikvision bu barcha buni ichida bo'lgan signaturalar. Aynan shu joydan ayrim signaturani o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun multiradar o'zi avtomatik tarzda o'chiq turgan ekan. Agarda multiradar ertaga qaytib qoladigan bo'lsa, bu yoqdan yoqib qo'yasiz yoki o'chirib qo'yasiz yoki qaysi radar sizga kerak emas, o'shani o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin o'zini stabil nastroykalari juda ham zo'r. Buni o'zgartirishni tavsiya qilmayman. Xullas, Avtokon yangi Avtokon bu yoniq turishi kerak. Mana Holovidsdan qo'shilgan. Xullas, hammasi yoniq. Sokin shahar, qarang, buni tushuntirib beraman. Hozir yoniq turibdi. Mana Toshkent shahri yoki shahar markazlarining ko'pchilik joylari aniq esimda yo'q, endi aynan shaharlar nomlari, ko'pchilik shaharlar Sokin shahar hududiga kiritilgan. Aynan Sokin shaharda siz 60 km/soatgacha harakatlanadigan bo'lsangiz, ortiqcha signallar bermaydi. Faqatgina Avtokon uchoyoq bo'ladi-yu, barcha Avtokon signali beriladi. Shuning uchun men endi ko'proq test yuraman-da, radar detektorlarning xatolari nimaga pameh beryapti, o'shalarni bilib yurganim uchun men buni o'chirib qo'yaman. Kimdirlar agar yo'q, menga ortiqcha pameh kerak emas, baza bo'yicha ogohlantirgan yetadi, ya'ni 600 metrdan keyin radar bor, 400 metr qoldi, 200 metr qoldi deb ogohlantirish yetadi, signal berish shart emas deydigan bo'lsa, buni yoqib qo'ygan yaxshi. Yo'q, men aktiv yurishim kerak, men ham shunaqa testlarga qiziqaman deydigan bo'lsangiz, unaqada o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, bu narsa faqat shaharning o'zida, mana shahar markazlari, Toshkent shahri yoki Qo'qon shahrimi markazlariga o'sha qo'shib chiqilgan, Samarqand shahrimi u trassaga chiqqaningizda bu narsa avtomatik tarzda o'chadi. Xo'p, buni o'tdik. Bu uch turish kerak, yuqori, ya'ni yuqori turish kerak, ya'ni sezuvchanligi, ya'ni radarlarning hidini sezish deylik. Bu yoqdan radarlarning signalini ovozini o'zgartirsangiz bo'ladi. Ya'ni misol uchun menga o'ziniki normal, shuning uchun bularga tegishmaymiz. Bu misol uchun bu ham zo'r funksiyalardan bittasi. Mana trassaga yoki shunaqa joylarda yurgan paytingiz, mana 30 km/soatgacha radar detektor signal berib ogohlantirmaydi. Ya'ni signallarni bloklab qo'yadi sizni boshingizni og'ritmasligi uchun. Chunki radarlar bizni 60 km dan jarimaga tushiradi. Lekin men doim buni 0 ga qo'yib yuraman. Aytib o'tganimdek, men probkada to'xtab qolgan paytim ham. Endi chunki probkalarda zo'rda, mana trassadan probka bo'lib qolsa, inomarkalar pameh beradi-da, o'shani bu kesib tashlaydi. Endi men lekin o'sha nimaga pameh beryapti, nima bo'lyapti, radarlarni qancha aniqlayapti deb sezishim uchun men doim o'chirib aktiv yuraman. Sizlarga lekin o'ziniki 30 turgani yaxshi. Xohlasangiz 40 gacha ham qo'ysangiz bo'ladi. Bu xuddi o'shani
ovozni past chiqishi, buni o'zingizga xohlab yursangiz ham bo'ladi. Bularga ham tegishayotmaymiz. Qarang, avtoshahar rejimiga o'tishdi, 60 ta turibdi. Buni xohlasangiz kamaytirib, ko'paytirsangiz qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun 40 ga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin o'zini sozlamalari juda ham ajoyib turibdi. Buni tavsiya qilmayman, men просто sizlarga tushuntirib boryapman nima uchunligini. Bularga ham tegishmaymiz. Maksimal tezlik, ya'ni misol uchun maksimal tezlik bu yoqda 160 qo'yilgan, ya'ni nima desam ekan, buni kamaytirib, ko'paytirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ya'ni buni yangi haydovchilar yoki radarga tushib charchaganlar uchun, misol uchun buni 100 ga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, 100 dan tezligingiz oshib ketadigan bo'lsa, tezlikka diqqat qiling, tezligingizni pasaytiring deb shunga o'xshash narsalar bilan ogohlantiradi sizni. Kimga qanaqa bilmadim. Misol uchun bu yoqda mana zo'r funksiyalardan bittasida ushbu funksiyada mana haddan tashqari tezlik deyapti-yu. Misol uchun radar 70 ga qo'yilgan, a? Bu yoqqa misol uchun istalgan son qo'ysangiz, +1 yoki 2 qo'yadigan bo'lsangiz, radarni ogohlantiryapti. 600 metrdan keyin yoki 200 metrdan keyin radar qoldi deydi. Sizni tezligingiz 70 dan 1 oshib ketadigan bo'lsa, ya'ni mana bu yoqqa qo'yilgan tezlikdan 1 oshib ketadigan bo'lsa, signal berib, tezlikni pasaytir deb ogohlantiradi. Maslahatim 1 yoki 2 qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, baribir yo'llarda charchagan paytingiz xayol bilan o'tib ketishingiz mumkin-da radardan. Shuning uchun juda ham zo'r bu, ogohlantiradi tezlikni pasaytirib deb. Ben bu yoqda o'chiq turibdi, faqat signal beradi, lekin anaqa buni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Bu signal emas, ovoz ham berishi bu. Bu GPS kuzatish doim yoniq turishi kerak, chunki tepadagi radarlarni shu orqali ogohlantiradi. Qarang, o'z nomi bilan aytyapti, Smart GPS. Misol uchun bu yoniq turibdi, bu tezligingizga qarab radarlarni, tepadagi radarlarni ogohlantirishi. Misol uchun shahar ichida 20-30 km/soat harakatlanayotgan bo'lsangiz, bu sizga 300 metr, 250 metr, 400 metrdan ogohlantiradi. Nimalarga tegib signal qizil nimadir ko'rindi, shuncha ikka ko'rinib qoldi. Xullas, xuddi shunaqa narsa. Istasangiz bu narsani Smart GPSni o'chirib, o'chirib, misol uchun o'zingizga moslab, rejimga qarab ogohlantirish qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. 1200 metr, trassada 1000 metr, shaharda 500-600 metr. Shunday qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Yoki Smart GPS yursangiz ham bo'ladi. Mana GPS baza ham turibdi-yu. O'sha o'rtacha 500 metrdan deydi. Mana kamera nomlarini ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ogohlantirish yoki ekranda yozishida bu, mana misol uchun lochin ko'zda ham signatura bo'yicha ham ekranda ham yozib qo'yadi. Bu o'zingizning tanlovingiz. Bu yoqdagi mana signatura bo'yicha emas, baza bo'yicha radarlarni ogohlantirish nomlari, mana kam quvvatli radar, statsion radar, potok tizimi, strelka, svetofor nazorati deb ogohlantirishi, ya'ni mobil radarlar, ya'ni radar bo'lmasa ham gohida aytadi-yu, misol uchun pistirma deb, mobil radar deb. Xullas, mana shu yerdan shularni o'chirib qo'ysa bo'ladi, lekin bu narsani sizlarga tavsiya qilmayman, chunki bu aynan sizlarning ishlatishingiz uchun ishlab chiqarilgan. Mana postlar, o'rtacha tezlik nazorati ham yaqinda ishga tushadi. Bu haqda ham ehtiyot bo'lish kerak. Menimcha katta ehtimol bilan tushirsa kerak. O'sha narsa haqida alohida video qilaman. O'z gruppamda ham, kanalimda ham bor, YouTube kanalimda ham ko'rsanglar bo'ladi yoki yaqinda yangi video chiqadi. Video blog qo'shiq turishi kerak. Mulyajlar, yuk nazorati, xullas hammasi bu baza bo'yicha ogohlantirish narsalari. Xullas buni tugadi. Buni tilni tushundingiz. Mamlakatga keladigan bo'lsak, agarda siz chet elga chiqadigan bo'lsangiz, Rossiya, Bolgariya boradigan bo'lsa, aynan shu joydan mamlakatni o'zgartirasiz va Rossiya hududlarida ham bemalol mazza qilib harakatlansangiz bo'ladi. Barcha radarlarni ogohlantiradi. Smart qo'shib qo'yasiz, ya'ni tezligingizga qarab o'zi rejim tanlab berishi, ya'ni misol uchun kam tezlikda shahar 1, undan keyin trassa rejimi, shahar shunaqa o'tishi. Bu ovoz bo'yicha, ya'ni ovoz bo'yicha ogohlantirishi, mana yoki ruschaga ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, yoki ovozni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi to'liq. Ya'ni test qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, radar detektor o'ziga hamma signatura bo'yicha ishlab beradi, shuning uchun buni qo'shish shart emas. Buni avtomatik turishi kerak, mana foydalanuvni kamaytirsangiz ham bo'ladi, mana yarqisini, lekin o'zi avtomatik qolgani yaxshi baribir. Tepadagi filtr indikatori. Yo'q, filtr misol uchun radar detektor qandaydir pomeh ushlaydigan bo'lsa, uni ekranda anaqa chiqadi. F belgisi chiqadi yoki grafik qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu o'zingizda anaqa tanlovingizdan kelib chiqadi. Menga F yoqadi. Lekin induktor ham juda ham chiroyli ko'rinadi anaqa. Grafiki deganim.
LED indikator yoniq turishi kerak. Yoniq turadi. Mana chiroyli bo'lib yoniq turishi. Avtomatik displeyni o'chirish, ya'ni radar bo'lmaydigan bo'lsa, displey o'chib qolishi mumkin. Ya'ni offline rejimga o'tib, bu yoqda tezlik paydo bo'ladi. Bu ham zo'r funksiyalardan bittasi. 3 daqiqadan so'ng avtomatik tarzda o'tadi yoki vaqtini ko'paytirib kamaytirib qo'ysangiz bo'ladi. 3 daqiqa normalniy, men fikrim bo'yicha. Ekran viza o'sha joyga ekran vizaga speedometer turgani yaxshi. Qora ekran qilib qo'yadigan bo'lsangiz, qop-qora bo'lib qoladi, keyin qachon radarga boradigan bo'lsangiz yonadi. U ham kimgadir yoqadi. Mana bu yoqdan ranglarni tanlaysiz. Men bu narsalarga uncha ham qiziqmayman. Soat mintaqasi bizga +5 turishi kerak. Tushunganingizdek, 12 soatli, 24 soatli variant. Misol uchun buni saqlab qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni bir nechta haydovchi haydaydigan bo'lsa yoki o'zingizga mana shahar ichida alohida rejim, trassada boshqacha rejim qilib yuradigan bo'lsangiz, mana shu yerdan to'g'irlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu ham o'zingizga qarab. Professional ishlatmoqchi bo'lsangiz, shularni qilsangiz bo'ladi. Misol uchun hozir sozlamani saqladik-a? Misol uchun shuni qilamizda, mana misol uchun birinchi bo'lim ochib turib, birinchi bo'limga saqlab qo'yasiz. Ikkinchi bo'limga o'z kirasida qaytadan tezliklarni uzoqdan aniqlaydigan yoki yaqindan aniqlaydigan signallarni kuchaytirib tashlab, keyin mana 2 ga qilasiz. Ko'rdingizmi? Mana shunday qilib ishlatsangiz bo'ladi. Keyin shahar kirgan paytingiz mana 1 ni bosasiz, u shahar rejiminiki, 2 ga o'tasiz, u trassa rejiminikini qilaverasiz. Lekin bitta normal nastroyka qilib yurgan yaxshi. Agarda hamma joyni buzib qo'yib, radarlarni yaxshi aniqlamayotgan bo'lsa, eng osoni zavod sozlamalarini bitta sozlaysizda, mana bunday qilasizda, hal qilasizda. Undan keyin tillarni faqat o'zbekcha o'tkazib qo'yib yoki ruscha qoldirib harakat qilsangiz bo'ladi. Bu o'zingiz tanlovingiz. Mana bo'ldi. Eng zo'r sozlama shu bo'ldi. Boshqa narsa qilish sizga umuman shart bo'lmay qoladi. Shunchaki like. Xullas aziz do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Like bosgansangiz, obuna bo'lsangiz, izohlarda o'z fikringizni qoldirsangiz, biz juda ham xursand, bir qopga siymagan bo'lar edik. Xullas, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr deymiz va o'zimizning fishka gapimiz radardan, xatardan asrasin deya videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sog', omon bo'ling.